har qanday bosh og'rig'ini davosini aytaman, retseptini aytaman. Migrenmi, boshqasimi, ichki qovurg'asidan bosh og'rimi, oshqozoningizda problemangiz borligidami farqi yo'q. Olasiz limonad 2 osh qoshiq, xo'p deng. 2 osh qoshiq oldingiz. Ezilganini, limonad milisilikastrin deyiladi. Undan keyin olasiz tsvitki bayarishnika yani qizil do'lanani gulini aptekada ham sotiladi. Xo'p deng, aptekada fitobarda ham sotiladi. Undan olasiz 1 osh qoshiq olasiz. Xo'p deng. Oldingiz undan keyin pustirnik serdechniy, o'zbekchasini bilmayman. Undan ham 1 osh qoshiq solasiz. Tushundingizmi? Undan keyin bir narsaga soling. Soldingizmi? Undan keyin zig'ir urug'i 1 osh qoshiq. Tushundingizmi? Undan keyin yuqori davleniya bo'lsa, shipovnik 1 osh qoshiq ezilgan, hammasi ezilganida aytib qo'yay. Zig'ir urug'i ham ezib turib, shipovnikni ham ezib turib. Undan keyin 1 osh qoshiq rastaropshi ham solasiz. Uni ham ezilganini soldingiz. Keyin meta soladi. Ya'ni metani o'zbekchasi nima edi? Yalpis. Undan ham 1 osh qoshiq. Hammasi ezilgan aralashtirib taylaysizda, o'sha aralashmadan 1 osh qoshiq olib, tushundingizmi? 300 gram suv unga qaynab turgan suvga damlaysiz. Xo'p deng, damladingiz. 15-20 minut tursin. Ana shuni kun davomida keyin suzib olib, kun davomida iching. Bosh og'rig'idan qutulasiz ichiga olov. Tushundingizmi? Yozib qo'yaman hozir retsept.